qanaqa qilib qorin qo'ymasdan semirish mumkinligini bitta stakan misolida ko'rsatib beraman. Tasavvur qiling, bu sizning hozir kunlik kaloriyasiz. Siz bu yerda zavtrak qilasiz, perikus qilasiz, obed qilasiz, ikkinchi perikus bor yana, ujin, hamma narsani yeysiz. Shunda ham yeyishni to'xtamaysiz. Bizni shu joyda to'xtashimiz kerak o'zi. Qorin chiqmasdan semirishimiz uchun. Biz nima qilamiz? Ko'zimizga ko'ringan narsani yeymiz, massani bor olar ekanmiz, semirar ekanmiz deb bizda o'zi izbitga bo'ladi mana. Biz kunlik normani yop bo'ldik. Biz shunda ham to'xtamadik yeyishdan. Ana o'shanda qorin chiqib ketadi bizda. Mana shu hozir pastga tushgan ortiqcha suvlar bu bizning ortiqcha yog'larimizni hisobladi. Kunlik normadan yeganimizdan tashqari bu bizga badanimizdagi qorin atrofiga yig'iladigan yog'lar hisoblanadi. O'shaning uchun bunaqa yog' semirmasligi uchun kunlik normani BJUni hisoblab yeyishimiz kerak. Bu narsa hamma odamda massa nabor qilayotganda shunaqa qilinadi. Ortiqcha izbitga bo'lsa, hammada yog' yig'iladi. Kunlik kaloriyani hisoblab yesa, bizda qornimizda yog' yig'ilmaydi. Agar siz ham qorin chiqarmasdan semirmoqchi bo'lsangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying.